Bu mashina ko'chada hammani o'ziga qaratadi. Chunki bu birinchidan BMW, ikkinchidan bo'lsa buni ustida shuncha karboni bor. Mashinaga qilingan ishlarni aytishimdan oldin buni texnik xarakteristikasini aytib ketishim kerak. Bunda 4 litrli twin turbo V8 motori turibdi. Mashina hozir stok holatida va bunda 625 tot kuchi bor. Lekin bunga halonli pust qo'yilgan va mashina stagega tayyor. Sidenya orqasiga, parogiga, salonga va rulga kovanli karbon did bilan ishlangan. Ko'rib turganingizdek, mashinani juda ham ko'p joyiga kovanli karbon ishlatilgan, hattoki texpasportiga ham karbonoviy deb yozilgan. Bu ko'rib turgan karbon elementlar O'zbekistonda qilingan va buni Adams Carbon qilishgan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Rustam aka, bu BMW M8 ni necha kunda bitirdinglar? Adashmasam 3 kunda. 3 kunda shu holatga keldi. Да. Потому что клиент zakaz qildi bizga. Biz detallarni полностью yasadik, изготовить qildik, tayyorladik. Mashina keldi, 3 kunda установка bo'lib chiqib ketdi. Mashinalarga bunaqa tuning qilish necha pulga tushadi aka? Shohruh, men sizga aytaman, например, boshqa davlatdan zakaz qilganingizdan ko'ra O'zbekistonda zakaz qilsangiz $20,000 arzoniga sizga tushadi. И качество bo'yicha может быть лучше, но не хуже точно. O'zbekistonda shunaqa karbon sohasi rivojlanayotganidan xursandman aka. Biz ham xursandmiz, biz faxrlanamiz, то что shunaqa качествоga chiqdik уже, Xudoga shukr, в маленький срок. И bundan buyog'i yanada ham o'sishga harakat qilamiz. Adams Carbon qilgan mehnatga bitta o'zlaringiz baho beringlar.